Hammamizda ham do'stlarimiz ko'p. Lekin ular qay darajada do'stligini biz bilmaymiz. Chunki ularni qalbini biz yorib ko'rmaganmiz. Hammasi ham do'stman deydi. Lekin ko'pincha dardlarimizni aytamiz, keyin u aytgan gapimizni boshqa birovlardan eshitamiz. Chunki u gaplar ketib qoladi. Shuning uchun bir gap o'qib qoldim. Qanchalik og'ir bo'lmasin, muammolaringga yechim topmaguningcha uni do'stlaringga aytma degan gap bor ekan. Xulosa chiqardimki, bu haqiqiy do'sting qayerda desa, topishingga men yordam beraman debdi. Borib oynakka qara debdi. Bu nima deganisi? Eng yaqin do'st o'zimizga o'zimiz ekanda. Shunday ekan, bunaqa muammoli kunlarda bunday ozgina mumdan olib tishlab olgan ma'qul ekan. Ya'ni jim bo'lgan ma'qul ekan.